Diqqat, shoshilinch xabar. Seshanba kuni yerga yetib kelib, hafta oxirigacha dahshatli xavf davom etishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Ob-havoga sezgir insonlar diqqatiga. Kuchli magnit bo'roni seshanba kuni yerga yetib keladi va haftaning oxirigacha davom etishi ma'lum qilindi. Mutaxassislar aholini bosh og'rig'i, qon bosimi o'zgarishi va tez-tez charchash kabi holatlar kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Surunkali kasalliklar kuchayishi ehtimoli bor. Shifokorlar ortiqcha zo'riqmaslik, ko'proq dam olish va suv ichishni tavsiya qilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, videoni Telegramdan yaqinlaringizga ham jo'natib, ogohlantirib qo'ying.